Bugun biz sizlar bilan har doimgidek yana sekretlar. Bu yoladigan sekretim bu uy. Mana yangi chiqqan uy. Sizlarga o'tgangi videoyimda shu uyda chiqarayotgandim. Ko'rsatayotgandim. Endi sizlarga buni sekretini ko'rsatib beramiz. Sekret bu seyfi. Qayerda turishini men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Qani bo'lmasam ketdik. Mana yangi kiyim oldim bugun. Eshigi ochilishi qiyin bo'ladi menda. Вот, ochib oldik. Mana bunaqa chiroyli kirishlangan xona bo'lsa, bitta yursalaring bunaqa joy bo'ladi. Qaranglar. Kitobli joy. Mayda qarasalaring bunaqa knopka bor. Shuni essilaring mayda eshik ochiladi. Qaranglar. Deb turib tezasizlar. Hozir menda yaxshi esilmayapti. Sekin kirsa. Voy. Kim bu? Voy. Kim bu? Voy Sinem aka. Mana mayda sekretda seyf bo'ladi. Sinem aka. Bunlar Bu bizning yangi odam edi. Endi biz sizlarga boshqa sekretni ko'rsatamiz. Qani azizkichi? Buni men sizlarga akkauntini nomini yozib qo'yaman. Albatta друзья tashlab qo'yinglar. Mana biz ikkinchi sekretga go. Sekret bu mana u ratushaning yonidagi mana tezda kirib ketadigan joylaringda bo'ladi bu. Dubi stop. Soобщество. Ashkiga nima aytdim xona bor. Voy. Ana aziz kirgan ko'rsat o'zi. Bunaqa ko'rib ketgan qaranglar-da mana. Bu o'zi mana tayda ekanda. Qaranglar. Baqa keyin boshqa yo'l bo'lar ekan. Odamni qo'rqitdi. Voy. Aytmagan madir shekilli. Yo'q. Voy. Orqamdan kelmayaptimi? Yo'q, senim chiqib ketdi o'yinlar. Kim bu? Yomon ekan. Voy chiqib ketaman. Mana bekib oldim endi uni. Voy. Mana yerda turibdi eshikda. Bo'lmasam biz uchinchi sekretga to'ramiz. Davay. Men sizlarga ko'rsataman hozir bu sekret. Bu tepaga chiqasizlar-ku. Mana tepaga chiqsalaring. Tepaga chiqish qiyinroq ekan. Mayda turganlaringdan keyin kirasizlar. Mayda bitta joy bo'ladi. Yotilish kerak edi bad. Voy, odam yotibdi ichida. Voy, sochim turibdi-ku bu. Voy. Qochib tur yo'qal. Men do'stlarimga, bitechklarimga ham ko'rsatishim kerak. Yo'qal. Mana bu yotib olibdi baqa. Qochib qolmasa ko'rsatishim kerak. Voy. Mana yotsa bo'ladi va bu yerda bunaqa rasm bo'ladi. Bu rasm bekorga qo'yilmagan. Men sizlarga hozir bu rasmni ham ko'rsatib beraman. Va bu yerda men yotibman. Bu rasmda hozir ko'rsatib beraman. Masal 4-sekretga go. O'tdik. Bu haligi qabrda ichiga yotganimizda yarim edi. Hozir ko'rsatamiz. Mana kutubxonaga kelasizlar, mana biblioteka kirib, mana yerdagi joyga kelasizlar. Va mayda qarasalaring. Bu yerda kitob qo'yish kerak edi. Mana
hozir yaxshi ko'rinmayapti. Вот. Oldik. Mana shu yerda turadi. Olganimizdan keyin tepaga chiqamiz bu muzeyga. Mana haligi ko'rgan odamlaringning rasmi shu bo'ladi. Baqa kelganlaringdan keyin buni kitobda biqib qo'yasiz. Mana qaranglar. Nima chiqyapti do'stlar. Nima bu deb o'ylaysiz? Bu odamning naqasi. Qaranglar. İsmi Jajda ekan. Buni ismi Jajda ekan. Keyin qaranglar, yo'qolib qoladi ismi. Chunki hali kelganimizda o'sha yo'q edi, keyin kitob. Keyin yana shunaqa bo'ladi. Yana o'sha qizni o'sha bezor qildi. Bu uni bir bo'lsa mana voy, yomon ekan bu qiz. Sinem yaqinda hozir o'yinga kirib qoladi. Ungacha 5-sekretga o'tamiz ketdik. Sekretni aytamiz endi. Bu endi men haqiqatdan ham sinem kirdi. Haligi qizni biz topdik. U rosa jonimga tegib o'tgan. U o'zbek emas ekan aslida. Rus ekan. Давайте bo'lmasam aytdagi qabristonga keldik. Mana Maletta hamma biladigan joy, o'zini qilib qo'yishgan. Maytlarga narsa yozib qo'yishadi. Bu yana bitta ko'radi. To'xtanglar, jim eshitinglar. Buni bilasizlarmi, bilmayman. Lekin sizlarga bitta sekret. Men bu sinema akkauntini yozib qoldiraman. Yana bitta sekretga o'tamiz. 6-sekretga qani go. Bugungi sekretlarimiz tugadi. Agar undan ham ko'p sekretlar chiqishini xohlasanglar, albatta obuna va like bosib qo'yasizlar. Yana video chiqishini kutib turinglar. Albatta chiqadi videolarimiz. Va har doimgidek singlim va men. Singlimdan narsalarni albatta sizlarga yozib qo'yaman. Hammaga xayr. Singlim bilan xayr. Unda o'z sekretlariga. Ondan 10 qo'ydi singlim sekretlarimizga. Bo'lmasam, давайте xayr. Bo'pti. Goodbye. Hammaga. Agar ko'proq o'sha obuna ko'payadigan bo'lsa, men sizlarga aytganimdek, albatta shu uyda emas, hozir olaman. Sizlarga o'sha narsani olaman deganman. Albatta esimdan chiqmaydi. Albatta 30 ta obuna va shu uy olinadi va sizlarga obzorini qilib beraman. Va chotki bo'ladi bizning video. Bo'lmasam hammaga xayr. Goodbye.